Ukasini bilmadim. Shundaygina kurtoy delavoy balacha taxt stoykada urib turib ustiga shunday gulni taylab ketadi. Tamom. Shunday. Islomda gulini ham nima qilgan? Anundaqaga solib qo'ydi. Bitta taxtachani ichiga solib qo'ydi. Islom Maxachevni urish kerak edi, mazasi bo'lmay qoldi. Islom Maxachev. Ya islomga vahshiy qiyin masala. Islom hech kim bo'lmaydi. Men Habibni ham, Islom Maxachevni ham bir tinga boyini men qiziqmayman. Ko'rmayman ularni. Kurash. Vapsi, kurash qanaqa kurash? Kurash ham emas-da u. Ushlab. Emas-da u. Ey, Lekin oyagi balani bor-ku. Dragashvili urishdi-ku. Islom Maxachevni oxirgi bu jangini ko'rib chichkim keldi. U jang emas-da u. Shunday bir mush urmadi. Ana shunday ushlab olib, ana shunday. U nimasi qiziq uni bilan? U nimasi qiziq uni? Ko'rib ularni. Ko'rdingizmi? O'sha bo'yda Pyotr Yan bilan Dragashvili urishdi-ku, onasini emsin bilan ana shu haqiqiy bo'y bo'ldi. Onang Peteryon ham charchamadi. Voy belam. Aka qarang, kamar qanday kuch beradi odamga. Voy bela, ikkovi ham charchamadi. Bila, anu odam emas ekan, bila, anu odam emas ekan, bila. Dragashvilimi gruziyalik? Odam emas ekan jala. Shuncha tayoq yeb yiqilmadi, onar. Gruziyalik kim dedingiz? Mamardash Dragashvili, men bir bala Dragashvili. Dragashvili kim edi u? Anudi urib qo'ydi-ku. Merab Divalish. Merab. Merab Dragashvili. Kim edi u? Kim odam? O'sha ham Aziz, o'sha kuni aeroportda Hamzat Chimayevni ko'rdim. Rasm qilmabsan-da. Ali Banat o'ta yomon. Ular kelayotgan reysdan 5 minut oldin Hamzat Chimayev chiqib ketdi 4 ta odam bilan. Ularga qattiq monster onayning. Hamzat Chimayev Dubayda hozir. Dubay fuqarosiku. O'zi shu anaqatdan chiqar-ku, Birlashgan Arab Amirliklaridan chiqar-ku. Tushundim, o'sha Dubayda aeroportida ko'rdim demoqchiman. Ko'rdim Hamzatni. Bila Hamzatlar odam emas-da, bila ular tavba qildim. Bila Ular o'zi dunyo chempioni-da aka. Vahshiyda, haqiqati vahshiy bola onasini. Hamzat ham yutkizmadan hechami? ay qirib bila. Kamarda oldi. Kamarda oldi. Ha, oldi. Eng qisqa jang qilgan shu-da, yomon tez. Bir oyda 3 ta jang o'tkazdi-yu, bir oyda 3 ta jang. Qara. Hamzatni jangini ko'rsa bo'ladi. Uradi ham, kurash ham qiladi. Kurash ham qanaqa kurash? Testa kurashda, bunaqa burchakka qisib olib yoki yotqizib olib, bunday izma qo'taq emas-da. Haqiqiy solishadi-da. Uni ko'rsa bo'ladi. Hamzatni ko'rsa bo'ladi, lekin Islomda ham, Habibda ham jangini ko'rgili yo'q. Qiziq emas. Habib o'zi urushmay qo'ydi, paxuda. Islom. Ya o'zimizda ham rus Qiziq emas ular jangi. Bagdanmi? Bagdan zo'r bayis bilan urushda qaraymilar. Bagdan yaxshi. Necha Jala beradi? Bagdan ham bila kamarda olardi bila. 10 sekund qolganda o'zi ham yiqilib qoldi bila. Billa. Aka u qadar u reytingda 8-o'rinda turadi-da, boyagi Bagdan. Serdor. Oh, Anu bitta bola bor-ku, TikTokda efir ochardi, Bobur degan. kim Bobur? Qashqadaryoda. Surxondaryoda, Qashqadaryo. Bobur MMA degan Bobur. Ha, Bobur, ha. Trenerop bo'ldi. Qayerda? Chiqib urushda, chiqib yutdi, urushdi. Urushda, yaqinda urushdi. Aka, Bobur aka ham yomon urushar ekan, aka. Ustoz tog'a yomon ekan u. Boburda sizlar ta'rifini uncha bilmaysizlar. Bobur Lubitilda qirib yuborgan bo'ldi. Hech kim chiqmagan Lubitilda unga. Yorib yuborgan ekan, aka, u Chemayevlar bilan ham urushadi u kerak bo'lsa. Lubitilda. Endi hozir boyagi gruppovoy boshqacha yo'nalishda boshqa anaqada urushdi-da u. Ularda davrida aka sponsor bo'lmaganda u odamga olib chiqishga. Bo'lmagan. U ham yaxshi urib qo'ydi. Ancha-munchasin urib qo'ydi Bobur aka. Efir ochganda odam doim. Sardor bilan zo'r Bobur aka. 90mi? 90-chi u odam. 92. 92.
Farg'onaga keldi, billa o'tirib. Hozir eng UFC'da eng chiroyli jang ko'rsatayotgan odamlar nazarida shoumen o'sha Ilya Tapuri hozir mana. Atirgulcha hozir eng pikda. Chimayev bilan Bahuda. U ham Chimayevda ham- yutqizgani yo'q-da. Chimayevda ham unisini bilmadim. Ana u ham yomon haromi, hindu. Yaqindan uni to'kib tayladi-ku yana qaytarib. Pereira. Hindu, ayu, pizdes ekan u hindu ham jalab. Pereira. Alanda bitta qilig'ini qil o'sha hinduni yana chiq bitta yomon chiqqan o'sha paytda. Kamilga Ya atvet. rostdan shunday chiqadi bunday qilib omingizga kamondan qo'qqanday qiladi odamni borku. Pizdes qiladi, to'qin olib tashlaydi omingizga borku. Yomon keladi. Endi sekin kirib kelyapman-ku o'shalarning qilig'ini qilaman-da endi men ham sekin. Yomon. Hindu ham yomon. Agarda o'sha hindu etni yutkizsam dedi, u kamir yemaganda, kamir yemayman qayta borib dedi. Mana shu jangni yutkizsam dedi. Lekin Aziz onasini ham distilni buzib tashladi bu jangida, ko'rdingmi? Balat yomon urishdi. Hindu ham yomon urishdi. Pereira, Alex Pereira. Alex Pereira. Hamzatga yutqizdimi shu? Ana u yomon. U Hamzatga yutkizgan yo'q. Hamzatlar uni vesida emas. Bitta yutqizdi-da kimgadir u. Alex Pereira. O'sha ankalarga Avtobusda yana qaytarib o'shani qaytarib o'zini urib kamarini qaytarib oldi. Elyor Amirni ko'taradi, Amirni. Va Temirov ham zo'r ketaydi-da, bilat anaqa chiqib qoldi, doping. Xudo xolasa o'zim Kamilning ustiga gul sochaman fevralda. Sizlar tashkillashtirib bering. menga qarab. Voy, sen ham bila ashnaqa ideyalar qildilar. Ide tapro yo'qsa bitta atirgulchani olib turib jalab raqibing dayag'in tagiga urib bo'lgandan keyin shu tashlab jalab bilan mortli o'ldi degan. Aziz. Uni qilib bo'lmaydi endi, u qilin bo'ldi. Hindu kiyimini kiyib, nayza ko'tarib chiqsinlar. Da, o'shani aytdim men. Nayza Yorib hindu yuborasan. bo'lib chiqsin, tamom. Samandar tank, samandar beter hindu bo'ladi, tamom. Biznes qiliqlar qilib chiq, onasini yomon chiq bila. O'zi Aktagon o'shani so'radi. Voy, u birinchi nima tarozi kunimiz. Sen dedi qanaqa u imijda chiqasan dedi-da. O'shanaqami dedi-da, bunday ko'rsatdi-da, men aytdim, yo'q. Kamilga shunday chiq. Kamil o'zicha bunday bo'lib chiqadi-ku, sen shunday hindu bo'lib chiq Kamilni oldiga. Bular mendan o'shani kutdi-da, o'shanaqa chiqish kerak. Mana endi mashinasiga chiq shuni. Xalq bo'ldi, Maturing, Tyson, Mason bo'ldi, ular tugadi. Bir Lovitni buysunami kirib ketdi, bo'ldi, ular etam ko'rmaydi endi. Bo'ldi ular. Bir deb Oktagon liga deb chiqqanda bir bo'ldi, tamom. Endi mana Samandar davri kelyapti, tamom. Samandar ham urushadi, ham PR'ni ham qiladi. Da. Bu haqiqiy urushadi ham bu. U chiqib olib, bu yoqdan bu yoqqa yurmaydi Oktagoncha kirib olib bu. Ertaga unaqa imijda chiqsang, Umurbek meni qarindoshim deb chiqmasin keyin. Yo, aka qarang, bunichi PR zo'r. Buni akasi bor, Sardor Badashga qilayotgan PR tomonidan. Bu urush bersa bo'ldi. Da. Akam o'shanaqa imijdagi yomon. O'shanaqa imijda chiqadigan bo'lsam, Pereira lekin ko'radi uni, 100% tortadi, nimadir qiladi UFC'ga. Agar o'sha imijda chiqsam. Mana Azaka Sardorlar Instagramiga qo'ysa ketadi bu imijda. Sani PR'ing bor. Sen urush beraver bo'ldi. Sen mahkam tarnofga qilgan yana chiqib olib bilan tayoqda yeb bizdan biz aytib qo'yay. Biz ham jalab shunday. Biza yutsang, jonim yutkizib qo'ysang, siki yurib so'kamiz, aytib qo'yay. Pizda so'kamiz. Non kavob mana nima bo'lyapti? Bitta so'k Sardor. Yaman non kabobni g'alib bir o'lanib qolay unga. Ano rahmetli Murat bo'lganda Murat yutar mıydı Habibmi? Ikon ves to'g'ri kelmaydi bir-biriga aka. Yo'q, to'g'ri kelmasa kerak, Bahuda. Kelmaydimi? To'g'ri kelmaydi. İstanbul tog'a Turkiyadan ham bir UFC jangchilar chiqqanmi yo'qmi? Yo, bizde vahşi kızık mıydı? Nimaga? 2-3 bayis bor-ku Turkiya. Nimaga Turkiyadan boramiz? Turkiyada. Yo'q. UFC Bizda turishdi u ham, yutkizib qo'ydi lekin. Nima degani bor edi, u Makka murshardi, u 4 mi 5 mi? Yo, bizde de nime var? Gökhan Saki degan vardı. Bir paytlar. O şey tamam. Kecha bittasi atkaz oldi, yutqizib qo'ydi. Karochi uni buni qo'ylari, Liboyni battlega chaqiringlar. Hamzat bo'ladimi?
Konor Makgregor bo'ladimi? Islom Maxach bo'ladimi? Mag'ach bo'ladimi? Konor Makgregor bo'ladimi? Battle Habib bo'ladimi? Battle'ga chaqiringlar mana kesin. Tamom. Men o'zim sohamda karillay, nahvi meni boshimga ortib. Kimni UFC chaqiraylik? uzr. Men o'zimni sohamga kelsin, tamom. Kimi chaqiraylik? Любойni. Konor Makgregorni chaqiringlar. Yulduz Usmonovani ham chaqiringlar, o'ynayman. Qayerda o'ynaydi? Ben tushunmadim. Yulduz Usmonova bilan ham o'ynayveraman. Kelaversin, Liboy. Litson Brandman degan Liboy kelaversin battle'ga. Battle'ga? Da. Va, hozir to'xtab turing, bitta narsa ko'rsataman hozir. Shunday olib kelay. To'xtab turing. Hiç inni. Kelaversin. Abi. Pablo Escobar geldi. Ne bu ölü kubu olmaydı. After çıkmışsız mı gösteriyor bir avaz istedik. After Samandarga attaganingni berdingmi? Ha, bir sraz tashlab berdim o'sha kuni. Malades. İbo Aslan. İbo degan bola vardı. Doğru. İbo Aslan degan. Sardor gangster bizimni qabul qil. Ben indi istedim balanı. Endi eslayapti. İndi istedim bu balanı. Tamam. İyi bir cinli bala ekan bu. Tamam. Endi esladingmi? Esladingizmi? İndi istedim hep bile. Tamam. Da. Men o'zim aytganman. Shunday qilib chiqqin, shtobi prozmotoring bo'lsin, shtobi aktiving o'nlansin, odamlar nazariga tushgin deb. Tamam. Akalashkalar ilhom diyor Sardor. Ana daroqlarga chiqqan bola sizda o'sha nimalarda ajib nimalar kiyib. Da. Yok gap. Ana shu narsa mashhur qildi-da mana. Narsa olganimni chiqadilar. Bo'yab olib chiqdi. Oktagonga, festa-festga kirib borguncha ham ana shu kiyimlarda chiqdi. Tamam, yetadi senga. Boshqa shov kerak emas. Ana shu kiyimda. Ana shuni o'zini kiysam ham bor-ku, dahshat tortadi, lekin kiymadim-da biladi. Kiyish Kerak. Endi bu safar. Endi boshladik. Bu safar. Bizda uzoq yo'l kutyapti. Endi buni trenirlari ham biladi. Kiydiramiz, endi biladi. Nashtaga kiydirib. kiydirmadi-da o'shani. Ya seriozli bayez qiladi buni Sardor. Ya'ni qiltin qilsa sizga haydaydi, yo'qol nahv deydi. Bizga aytyapti. Odamni olavermaydi lekin. Ha, Rashid akamni komandasi Pizde Shohasa Mirzamati, Bobur Abdulaziz bu bilan Pizde legendalar yig'ildi hozir bilan. Ha. Hozir Mangu degan o'zimizda ham liga ochildi-ku, ana shunga tortadi seni. Samandar. Yo, Lekin nimaga raqobat Pizde raqobat bo'ladi endi shanu biladi. haqiqiy bayeslar urishadi. Unaqa PR bo'lmaydi. Ana shu oktagonga urushmasdan oldin Boburiylarga so'ragan ekan, ana bitta aka telefon qilib seni so'rab yotibdi dedi. Bermadim dedi. Короче, biz faqat oktagonda davom ettiramiz deb aytdim dedi. Oktagon och qoladi, Shanur. Pizdes bayislar olib tashlaydi endi. Chunki Boburiylar ochdi, Gold ham o'sha yerda urushar ekan, Gold akasi ham hamma bayislar hamma o'sha turushar ekan. Samarqandlik bayes bor ekan, UFC ga bir chiqib keldi. O'sha ham kontrakt qilgan. Nima edi ismi? Sizlarda Nur Sultan bor-ku. Ay, UFC'da-ku. Nursulton aka anonda UFC'da. Aziz Nursulton aka pizda so'kyapti meni. Nimaga? Bilmayman, nima qilganmiz? O'tgan kuni ATF bo'ldi Toshkentda bordim, keyin men bitta Rahmonol akalar bilan video qilgan payti u yoqda turib, bu yoqda turib gapirasizlar, yuzma-yuz gapirsalaringiz bo'lmaydimi dedim, keyin shunday borsam Nursulton aka yurgan ekan, keyin Andijonni bo'lar, hammasi o'rab olibdi. Keyin ukam qalaysiz dedim, aytdim yaxshi aka desam, nima gap desam, bitta video chiqib aralashib qoluvdingiz, aralashmang, tam tuda dedi. Aka dedim, mayli bizdan o'tgan bo'lsa uzr dedim. Keyin prosta dedi Rashid aka ustoz birontang tegsang itaraman deb aytgani uchun dedi. Aziz prosta hurmatingiz bor Rashid aka uchun deb shunday qilib qo'ydi. Boburmi? Bobur taka bor-ku. Ha.
Nursulton aka bilib bilmayman, bizdan xafa aziz. Xafa emasdir, anavi Tog'ajon, akajon qilib video qo'yib qo'yilmagan bu paxta qo'yib. Ya aytibdi. Jonni bolalari xafa bo'lmaydi Sardor. Aziz bilan Sardorni ushlasam sikaman debdi. Yazmachida nima kelmayapti-ki? Anjom bilan Farg'ona bilyapti. Bilmayman, hazillashayotganmiz. Biz bilan yaxshi Nursulton akam. Ha, zo'r, chotki. Muomalada bratan. Biz bilan zo'r, lekin biladi. Azam oshirib yuboradi-da biladi. Men indamay o'tiribman. Indamay o'tirmagansan, bir kuni gapiribsan biladi. Gapirmaganman, WhatsAppda gaplashdik biladi. Videosini ko'rsatib yubordim biladi. Shunda xafa bo'lib qoldi biladi. Men gapiruvdim, sen ham gapiribsan. Aziz bilan Sardorni ushlasam sikamay kelasan debdi. Ukasi kirib menga negativ yozadi, atvet qilmayman. menga ham shunday. Bitta atvet qilsang bitaradi. Ha, indamayman. Seni ham boshingga shu tushadi deydi, borib uramiz deydi, yozibdi menga. Ha, menga ham aytibdi, Sardorni ushlasam sikaman debdi. Men Tog'ajonda bir video qo'yib qo'yaman-ku, nima jotaman. O'zimiz tog'a-ku. Men nimada xafa bo'ldi? Paloncha sportsmenlar jangini kutdik, nimadir deb Dalbayevga o'sha video qo'yaverganman. Tilimni uchida o'sha gapim tegib ketganda, Sardorni ushlasam Menga chiqdi-yu, sirazi menga chiqdi-ku. Qo'laman debdi bobo ana Nursulton aka. Abi kechirim so'rab qo'yamiz, yaxshi inson. Ana shunda chiqsam borki, millionlarni urib tashlaydi hamma video. Va zo'r bo'ladi, chiq, ana shunda chiqaver. Bir so'ragin agar qo'ysa trenerlaring, bo'lmasa risk qilma. Mashhur bo'laman deb buyunamiga sizga haydalib ketib o'tirma zalda. O'zi hech kim olib kira olmagan joyga Rashid akam olib kirdi buni. Malades. Bo'lmasam yangi ligada ham buni chaqirishadi, buni seryozni qilishyapti buni. Seryozni odamlar qilishyapti. 6 ta bo'yga kontrakt qildik-ku, boshqa ligalarda urushmaysan dedi. Boshqa ligalarda MMA yo'nalishida urushmaysan dedi. 3 ta konkret namoda olgan Sardor, Avliyoxon Hamidov, Furqatbek Yoqubov, Jahongir aka bor, Jumayev. Endi bu Jasni o'zini ligalari ochdi. Jas liga o'zi Jasur aka o'zi ochdi buni. Otabek Umarov bilan. Mana bratan ham meni pizde so'kyapti. Hozir ko'rsataman. Kim? Hozir. Bloklar o'rtdi bile. Fevralga Kamil karateni hal qilib beringlar, o'g'a. Bo'ldi, boshqa. Mana. Ya bloklamabdi mana. Aloqaga chiqdi yozib yuboribdi. Mana bratan. Aloqaga chiqdi yozib yuboribdi. Görmeyapti yüzü. Azamat akami Dragon? Mana. Ya, Azamat aka yaxshi inson bu, o'g'a. O'g'ay. Ha, siz gaplashing zo'r. Mujik odam. Nimaga söktü mü bunu? Yo'q, tanimayman men. Menga yozib Aka gaplashib ko'ring, zo'r odam Azamat aka. Aka mujik dastoyni odam. qo'rqinchlik-ku. Ya, Bratan kasbidan o'zimizdan-ku. O'zimizdanmi? Qashqadaryoda, Qarshidan. Bala. Organda ishlaydi, organdan chiqadi. U yaxshi odammi? Sardor aka sizni so'rayotdi. Ana unga ishlaydi, Milliy gvardiya ishlaydi. Ha, как раз. Zo'r odam, kasal. Gapirmay turinglar qani. 96-yilda yuzi katta ko'rinarlik. Ha, gapirmay turing. Prinsess Popon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Azamat aka, tuzimisiz? Tanjoningiz sog'mi? Uydagilar yaxshimi? Kelayotgan bayramlar bilan. Onaxon, tog'a hammasi zo'rmi? Bu tiktokerlar jalab hammani ham so'kadi, yana kechirim ham so'rab chiqaveradi. Bu onasi deymisan. Opam keldilar. Assalomu alaykum. Ha. Aziz, bizda dalbayapti odamlar yuzaki qaraydi. Nursulton aka bilan ham seviyasi zo'r. Butun hamma bizni taniydi. Rahmat. Hali bo'yi taniydi. Aytishyapti menga ham. Bizni eshitamaysan, TikTokerlarni eshitaysan deyapti menga. Ko'pchilik yozyapti. Endi jalab senga действительно biz qaradik-da, Samandar. Bobur bilan tanishtirdim bilad. Boburga iltimos qildim. Toshkentga yo'l kirang yo'g'di. Toshkentgacha yo'l kira qilib kelgizdim men. Zalga olib kirtirdim. Ustozga iltimos qildim. Oktagonga olib chiqdim. Men o'zim olib chiqdim. Seni sikilib ketdi. Sardor mana yoqdan gaz chendi berib turdi. Ha senga qolganlar qo'tag'am qilgan yo'q. Yo'l kirasi ham yo'g'di. Toshkentga yo'l kiragacha men berdim. Keldi. Yo'q, misol deyapman-da, bilad. Bunga ham oson emas, qiyin, действительно qiynalgan ekan-da. Endi Mana shu qilgan yaxshiliklaringiz esda qolganda bola siz aytganda Ha. faqat. Gap yo'q, gap bu yo'q. brat o'qidi. Av, atvet beradi hozir. O'qidimi? Yoz Dubaydan xizmat yo'qmidi? Ya zo'r, Azamat aka zo'r inson. Qayerda solishadi brata? Qayerda solishadi? Liboy ligada chempion, anav Alash Bright nimasini olgan. UFC'ga chiqdi, kalta yeb keldi. UFC'dan yutkizib keldi. Bir minut. Rahmat. Xudoga shukr. Yoz aloqaga chiq deb yozgan ekansiz. Endi ko'ribman, bratan. 31-dekabr kuni 2024-yil yozgan ekansiz. 26-yilga o'zi mana javob beryapman aka. Endi ko'rib qo'yibman hozir. Samandar ukaz bilan o'tiribmiz. Arzxon TikTokda efirda edik. Hozir ko'rib qo'yibman aka. 2024 2024 yozgan bo'lsa 2026 javob beradi. Og'a, meni kichkina odamni bilasiz. 1700 ta SMS turibdi. Buni qaysi birini o'qiyman biladi. Butun dunyoni geroylari yozadi menga, tog'a. Butun dunyo qahramonlari yozadi. Chilavik Pauk ham yozadi, Kapitan Amerika menga yozadi, tog'a. Men qaysi biriga javob beraman? Men bilad, menga yozadi, deng. Telegramdan yozib bor deydi. Menga aytasa. Chunki meni topolmaydi Telegramdan. Daxuy odam yozadi menga. Hozir bir minut. Aka, Dubaydan xizmatlar yo'qmi bizga? Joningiz sog'mi? Tinchlikka aloqaga chiqib yozdingizmi? Qo'rqib ketdim aka sizni ko'rib. Yo'q. Endi javob beryapman 2 yil o'tib. Tavba qildim. Juda ko'p odam yozadi-da Istanbul tog'a. Men qaysi biriga javob beraman? bilaman. Azamat akani nimada ko'rdim? O'tgan safar u Odilxon bilan urushdim-ku. Ha. O'sha payt ko'rdim. Men chiqishimga u kishi kirib keldi-da. Zo'r inson. 2019da Buxoroda O'tgan payti 23 yoshli ekan, hozir 25 yosh bo'ldi. Voy beladi. 25 yosh yo'qdi. Shular Aziz mana, Azizga aytaman Istanbul tog'a. Telegramdan deyman, yozib yubor deyman. Chunki Azizni ham mana bu yerdan topolmayman. Buni qarang, SMSni qarang, buni qarang. Ona qarang, buni qarang. Mana. Faqat SMSni o'zi buni qarang. Buni qarang. Onasi Brad Pitt ham menga yozadi, Sylvester Stallone ham menga yozadi. Buni qarang. Tugaydimi? Buni qarang. Nima men yozsam javob berasanmi so'razni? To'g'ri men saqlanib qilib qo'yganman-da. Aziz qilmadimmi? Siz yozasiz-da, men ham yozsam javob beradi, u meni topolmaydi keyin. Menga yozib bor deydi. Yozib bor menga deb yozaman, keyin javob yozadi. Buni qarang onasini. Kapitan Amerikadan tortib, onasini ham torgacha blokka tiqqanman. Buni qarab turing. Ko'rinyaptimi yo'qmi? Ha. Chorniy spisak 1620 ta odam turibdi mana. Chorniy spisakda mana.
Mana bu gul podarkami bu? Nima edi bu? Ha, palakat. Badarga sanga tushyapti. Otajon! Mana Mazza bir Gap yo'q. Aziz, yaxshi dam oldingizmi? Amursoyga bordingizmi? Amirsoyga yetib borolmadik bilat. Nimaga? Ha, Toshkent o'zida qolib ketib qoldik. Joy yo'qmidi? Tapurian podarkasi deydi. Qani uringlar, qani Tapurian podarkasida? Ha? bir minut. Ya joni sog' bo'lsin akajonim. Joni sog' bo'lsin. Xizmat buzaytavering. Biz bunday yomon bilamiz. Internetda obrazda endi. Ko'nglingizga olmang unday gaplarni mayda chuyda. Xizmat buzaytavering. Dubaydamiz akajonim. O'tgan bor deb aytib qo'yaverasiz Dubaydan xizmat buzar. Au, yaxshilikka yozgan ekan. Yaxshilikka yozgan ekan. Bo'lmasa sira joniga tiqib qo'ydim. Tog'a, ishonasizmi? Mana shu miyazga kelgan liba mashhur insonni ayting, menga yozgan chatini ko'rsataman. Munisa Rizayeva. Lekin Munisa bilan yozishmaganman. Aziz akasi-chi. Aziz. Aziz. Ha. Ishtyapsan. Ha, eshityapman. Eshitmaslik. Ha. Yunka bilan gaplashib, yunka bilan. Yung kakimi bu? Yaqinroq kelib eshitmasin. U ispitanadan o'tib oldi. Jorniga tiqing, jorniga. Yo'q, xo'rami? Shumi? Yaxshi. Aziz to'xtajan, az videoni ko'rsataman.